Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegarani delimitatsiya qilish bo'yicha kelishuv tafsilotlarini ochiqladi. Jo'g'org'u Kengashining Xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasining 10-oktyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida u imzolagan kelishuv natijalariga ko'ra, O'zbekiston 4485 gektar, Qirg'iziston esa 19699 gektar yer olishi ma'lum bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, quyidagi yerlar Qirg'izistonga o'tadi. Olabo'ka tumanidagi Ko'kserak qishlog'i 105 gektar, Olabo'ka tumanidagi Bayastan qishlog'i 212 gektar, Ungar tog'i 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh qishlog'i 100 gektar, Olabo'ka tumanidagi Qora Beles qishlog'i 25 gektar, Shahrixonsoyning bir qismi 19,5 gektar, O'zgan tumanidan qo'shimcha 500 gektar, O'rta To'qay suv ombori 1009,5 gektar, Olabo'ka tumanidagi 1-May va Ko'kserak qishloqlari 1307 gektar, Jetigen va Kirben qishloqlari 571 gektar, Nuken tumanidagi Shamaldisoy qishlog'i 1088 gektar, Arvon tumani 148 gektar, Qadimjoy tumanidagi Ko'kdala va Pildiriq hududlari 1013 gektar. Tashiyevning so'zlariga ko'ra, Kampirobod suv ombori ostidagi 4485 gektar maydon O'zbekistonga berilgan. Suv hajmining gorizontal sathi 908 metrdan 900 metrga tushirilgach, 1246 gektar maydon bo'shagan. Ular Qirg'izistonga o'tdi. Avvallari Kampirobod to'g'oniga kirish faqat O'zbekiston fuqarolari uchun edi. Endi qo'shma boshqaruv bo'ladi. Qirg'iziston va O'zbekistondan 4 kishidan. 70 yil davomida suvdan foydalanish to'g'risidagi qarorni O'zbekiston mustaqil ravishda qabul qilgan edi. Endi Qirg'iziston fuqarolari suvdan erkin foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ular sug'orish, chorva mollariga suv berish, baliq ovlash va hatto nasos bilan suv tortish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. O'zbekiston muhandislik inshootlarini o'rnata olmaydi, deydi Tashiyev. Umumiy hisobda O'zbekiston 4485 gektar, Qirg'iziston 19699 gektar yer olgan. Biz g'olib bo'ldik deb ayta olmayman. Aksincha, muammoli bo'lgan qo'shimcha yerlarni oldik. Ba'zilar yomon yerlar oldik deyishyapti, lekin aslida juda yaxshi, unumdor yerlar. U yerda hatto oltin ham bor. O'zbekiston o'z vaqtida 6 ta litsenziya bergan. Shunga qaramay biz bu yerlarni oldik, deydi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari. Shartnoma ratifikatsiya qilingandan keyin Qirg'iziston xaritasi 15806 gektarga ko'payadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 26-sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'izistonga borib, chegara borasida kelishuvni boshlash to'g'risidagi bayonnomani imzolagandi. Keyinroq Qirg'iziston prezidenti Sadir Jeparov o'zaro chegaralarni kelishida rasmiy Bishkek bahsli yerlarning 99% olgani va o'z yerlarini O'zbekistonga bermaganini ham aytib o'tgandi. O'zbekiston tomoni chegara kelishuv masalasida chuqur sukut saqlamoqda. Chegaralar o'zgarishi borasida hozirgacha hech qaysi tashkilot hech qanday ma'lumotni taqdim etmagan. Voqealar rivojini Qalampiruzda kuzatamiz.